Hammaga assalomu alaykum. Bugun YouTube kanalimda yangi video. Videoda mehmon bor, ya'ni Allianz jamoasi a'zosi Bobur bugun YouTube kanalimda mehmon bo'ladi. Video mazmuni PlayStation, ya'ni PES 2013 da kim yutqizsa, yutgan bola unga shart beradi. Mana o'zi boshladik, kutinglar. Kutinglar bolalar, mag'lubiyat. Ko'ramiz. Hozirroq videoni stop qilib, kim yutishini kommentariyada yozib qoldiring. So, away we go. No way through there. The flag stays down. Ебать, nimaga orqaga qochasan? Отлично! Onside, pushed away. Just how wasteful was that? I'm breaking out quickly here. The ball played out wide. Keeper with the block. Yaxshi, yomon. They were so nearly punished for their mistake. I thought he did so well to win possession of the ball in such a good position. He had to have a go at goal. Ball in. Oh, that's a lovely header. A decent try, but not good enough. Some slick passing on display. What can they make of it? No, possession lost. Ay, to'g'ri. Yaxshi. Ana o'qi. Qo'cha. Tries a shot from distance. And the danger cleared away. Now he's ready for a shot. Ah, Oh, that was such a good chance. Ball stolen. yaxshi, bezabsan. He's onside here. Ah! Ебать, точно. Quarter of an hour played. Молодец, тоже. What was intended? Qayerda yugurayapsan? Tafsay. Sudi. Qarro va yaxshi. Отлично. To go in front. Blin, yomon ham qiladi, lekin bolalar bittada yeb ketish. No, that wasn't the best of passes. He's latched onto it. Maybe now. vamos. Real Madrid. Qirol shu yerda, qirol. Ha, hali vaqt bor. To'g'rilash kerak vaziyat. Hala Madrid. Far too much space. Blin, shuncha hujum, shuncha ataka. Barsaga emas, Real Madridni yutish. So we start again at 1-0. Well, when you look around the dressing room and think, who can I depend on? This is the guy for me. He's such a wonderful technician. Ay, ozgina qo'yganda. Tried to play it through. Blin, nima qilyapsanlar? Yaxshi. Voy. Ulovoyda taktika bor. He sends it in. Voy, что это за сейв? Бля. Nice ball. Now he crosses into the centre. Leva. It's come through to him nicely. And again! Uy, Just be. on target. Xavfli.
Yeah, but the fans still love Ozgina this qolgan guy. ya. He'll keep having a go from any distance, never stops trying. Just didn't happen from that time. Voy. Patka. Ha, yaxshi. Nimaga qo'shirib o'zdan? Still has the ball at his feet. Xarosh, nash. So this is one of the most Brilliant. derby games in the entire world. They talk about it for months and sometimes remember it for years. Always full of passion. Kerak. Tush. The ball played into space nicely. Bilyateva. Kurtua, offside bor edimi nima? Yo'q ekan offside. Lewandowski. Good stop. They win the throw deep inside the opponent's half. No, Yık won't be finding its target. Ben ne mesela bulgadik. Boshqa Vini. boshqa o'zi gapiradigan gapim qolgan. Ay, dalniga berish kerak. Nimaga qo'shyapti bu to'p yo'q? To'pga chiq bilet, tepmasin. A fine display of slick Ey, tavashi. Hech narsa qilmadi-ku, bolalar yozinglar. Bolla, legendarni ishtirafloyni ko'ramiz o'zi. Hech narsa qilmadi, yozinglar. That's right. Fisted away by the keeper. Blin, ozgina qolgandi-ya. And Modric. And the rebound. Voy. He so nearly exploited that. Sudya, sotilgan. Shu Barsa o'zi gol yesa faqat sudya sotilgan. Interesting and more than decent. Ikkinchi golga yaqin kelayotgandimda. A cross in. Voy. Da Sukramansi. Malloch Rafinha. Barsa qaytadi. Hech qachon Barsaga birinchi gol urmaylar, esidan 5 ta yeysin. A bit hapless then, so he was easily able to help. Yaxshi, Rafinha. The game restarts with the scores level again. Yeah, in a game like this, every chance. Uy, bu xatolik. Отлично вороту. Blin. Что за момент? He's looking to play it into the channel. Oy, Ter Stegen. Malloch Ter Tamam, Stegen. yo'q qo'yardim u. Faqatga Tries to slide it past the defence. Solid defending. Time. Tinchgina tugasin, хотя бы. Malloch. voy. Ringstyle. Blin. Ozgina qolgandi-ya. Ana endi ikkinchi saram yonadi hozir. Uy, blin, offside. The linesman's kept his flag down. A ball in. Uy. They have another go. He shoots again. Yaxshi. Ay, Carried away. yaxshi, blin. Ozgina qolgandi. What a reprieve that was. Well, it was commitment that nearly earned him a goal there. Once he won the ball, he was always good to try his luck. Get. Ball in early. Up for that one. Early ball in. And a Bollar good o'zlaring chance. yozinglar. Oh, such a great ball. Bollar o'zlaring yozinglar. Hakamlarni PlayStation'da ham sotaveryapti-ku o'sha. Da, suka, da! Realga hakamlar ham yordam bera olmaydi bu o'yinda. Yaxshi! Barcelona now up by a goal. Oh, this fella's Mr. Reliable. Whenever you need to find a goal from somewhere, he delivers. What a top man. O'tgandani bollar. He plays it through. Good through ball. Voy, Must have had his voy. teammates.
Xatga. Ay, xato pas. Naxuy kerak hozir. Vini. Offside. He's onside. Otlично, Ruf. Skillfully hit. Biling. 2013'te. Yo'q offside. Bor. Yep, offside there. To the massive relief of the opposition defenders. Almost an hour gone here. Whacks it. Oy, отлично. Отлично. Ter Stegen yaşa. Oh, that's just lovely skill. He's certainly a player who can single-handedly make a difference. Great talent. Yaxshi, That's a отлично. throw in. Nice. Could Offside. be interesting. Keeper's got Yo'q ekan offside. Bling. Chalg'it tizda. Vay bile. Can he now find Tavarsizlar. Ay qizim, Crash crash. Jose Barcelona bilan. Bilan. Nima bu? Chisti. Nima bu? first viewing? It didn't seem that bad. O'zi shunaqa shtrafni qilish faqat Barsaga qo'ysa. Bling penalti emasmi? Chiziqda ushladim bo'ldi. Will he go to the next Araujo. Legendarniy gol urishga harakat qilaman o'zi. Zarba! And he has a go. Voy! Biling. Ochilib qoldi, lekin qizildan keyin tarkibanchi. Tekib chiqaylik sasdan. Caught offside. And a Offside. Da. Tasassaga kirib chiqaylik. Nechi 2-1. İbi qizarmi? Ha? Men chantaman. Qizarasiz endi. Ne ko'ryapsiz? Chan minut? Shasish. Vallahi bitta qizil bilan o'ynayapman. Tushunasizlar, qanchalik qiyin g'alaba bo'ladi hozir agar ushlab qola olsak yoki g'alaba qozonsak, o'sha Slides it through. yo'q shu Out. uzoqroqqa tep vor biling. Center o'sha yo'qoldi-da, bolalar. Sezdilarning ko'zlari. Uy. He's latched onto it. Voy biling. How critical might that be for Real Gapirmaymiz Madrid? biz. Gapirmasdan dokazat qiladi Real Madrid, Hala Madrid. Biling. Ko'ryapsizlar, yo'q momentda qizil ko'rsatib tashladi. Sudyani sotib olgan. Shtrafu, chisti. So we resume with the score. Yaxshi emas, lekin hakamlarga ishonib o'ynash yaxshi emas, Real. Very little to separate them, but he really made that count. Nima bu endi? Nima bu? Qani sudya? Mana bu ishlarsa yo'q edi, ey. Barcelona with a free kick. Well, it's a little further out than he'd like, so he might just consider his options with this. Voy, biling. On the ball. Qatga. Voy. He can take the shot on here. They're in again. Biling. You get the feeling that Courtois, legendarniy save. they can't afford to waste chances. Barsa o'zi adashib ikkita gol urib qo'ydi-da. Ебать! Through. Looking to Mbappe. Chance. Bursting forward. And he tries Отлично, ворота! Откат нахуй kerak hozir. He plays the ball out wide. Shtraf yo'qmi? Shtraf. Shot in. Good footwork, creating the counter attack. Hop, offside. Biling! Yes, Hala Madrid. Offside mi? Offside bo'ldi. Chisti, Qaranglar, chisti. to'p hali uzilmadi. Ko'r. Sudya, Var Madrid, qanaqa Hala Madrid.
team's level now, possession is everything for them. You can't keep giving it away. Отлично. Bitta kam bo'lib o'ynayapman, bilmayapti-da bolalar. Plays it upfield. Urmaslik kerak edi, birga bir chiqqan payt. Lewandowski. Who's in Nima bor, Leva hozir shuni to'g'rilab, nima bor? Da! Vamos! Vamos! Hala Madrid. Nima deymiz? Nima deymiz? Uzr deymiz. Tamam. Real Madrid. Chiqordim bolalar. Voy, voy, voy. Qizil-da baribir. Ya'ni Shedevr bu, shedevr. Nechinchi daqiqa? 83. 83-daqiqada Rishad qildi Real Madrid. Gol ikkitagi. late chance. Shtraf, чистый. Ay, bilin, nima qildik hozir? O'svor o'zingni bilin. The referee blows his whistle for full time. Opa! Hala Madrid. Bir kishi kam bo'lib o'ynayapmiz. Temmari va 10 ta o'ynayapman. Real Madrid 12 ta o'ynayapti, bolalar, ko'ryapsizlarmi? Yondagi studiyalarlar o'sha 13 ta. 14 ta bo'lyapti. Nima bu? Bolalar bilasizlarmi, Real bilan Barsani o'yindan keyin Real Madrid g'alaba qozongandan keyin Barselonani bahonalarini eshitish bir kayf qilamizda Real Madrid muxlislari. Bolalar yozinglar, nechasli bo'ldi-yu? Nima deymiz endi? Hala Madrid chempion, Barsaga emas. U Barsa bitta ikkita yutib qo'yishi mumkin, atak Real Madridni yutishni vazifasi. Bo'ldi, gap yo'q bolalar. Yutqizdik, tan olish kerak. Zo'r o'ynar ekanlar, brat. Ana endi shartni bajaramiz. Ketdik. Bolalar, mana ko'rishinglar mumkin, hozir Real Madrid bilan Barselona o'yini bo'lib o'tdi. Bu o'yinda har doimgidek Real Madrid g'alaba qozondi. Sudyalar yordami bilan. Sudyalar shu bahonasini eshitish bir ham yoqimli. Hozir endi o'yin qoidasi bo'yicha yutgan bola yutqazganga shart beradi. Meni shartim shundan iborat. Hurmatli Ozodjon, shartimni eshiting. Hozir ana u yerda ikkita qiz turibdi. O'shalar bilan borib rasmga tushasiz. Qaysi taraf? Mana orqada turibdi. Unagi mana orqada turgan qizlar. Aha. Qani bo'lmasa ketdik bolalar. Bolalar yutqizdik, ana endi shartni bajaramiz, tomosha qilib turing. Turing, oling. Operator uzoqroqdan olaylik qolib. Ay, bor. Ibar. Assalomu alaykum. Bir minut kam. Biz futbolni anomizda futbolni kontent oladigan blogermiz. Agar mumkin bo'lsa hozir shart bo'lganda yutqizib qo'ydim. Shartda ikkovlaring bilan rasmga tushish kerak ekan. Mumkin bo'lsa bitta rasmga tushib olsak bo'ladi. Iloji yo'q. Просто tak rasmga tushamiz, tamom. Mana ko'rishinglar mumkin, o'sha yerda o'tirgan ikkita qiz rasmga tushishga yo'q dedi. O'zini norozichiligini bildirdi. Endi bu baribir shartni qilish kerak. Ikkita qiz yo'q degani uchun Lyuboy mana shu yerda yurgan atrofdagilardan Lyuboydan 5 kishi bilan rasmga tushish kerak. Mani shartim shu. Assalomu alaykum aka. 1 minutga mumkinmi siz? YouTube'ga rolik olayotgandik, futbolni blogerimiz. Agar bilsangiz Allianz jamoasi hozir PlayStation'da o'zaro o'yin bo'lganda yutqizgan shart berish kerak edi. Men yutqizib qo'ydim. 5 ta odam bilan rasmga tushishim kerak edi. Bitta selfie qilsak mayli? Katta rahmat aka sizga. Birinchisi bor, bitta bor. Vallahi ikkinchi kontent, ikkinchi odam. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Biz media futbol jamoasi bizda, endi tanisangiz agar, mabodo Allianz.
Siz bilan bitta selfi qilib olsak mumkinmi? Hozir. Katta rahmat aka sizga. Charchamang. Уже ikkita bor, ikkita. Davom etamiz. Dalish. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Biz YouTube'ga video olayotgandik. Hozir endi sherigim shart bergan, bajarishim kerak, yetkazib qo'yganman. Siz bilan bitta selfi qilib olsak bo'ladimi? Sizga katta rahmat aka, charchamang. 3 ta. 3 ta bor. Qochib ketyapti bola. Assalomu alaykum aka. Aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Siz bilan bitta rasmga tushib olsak bo'ladimi? Shart berilgan edi, yetkazgan edim. Rahmat aka sizga katta. Charchamang. 4 ta bo'ldi bolalar, 4 ta o'sha. Agar rozi bo'lsa oxirgisi. Assalomu alaykum aka. Aka yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Qarang, siz bilan bitta rasmga tushib olishimiz kerak hozir. Voshcha iloji yo'q rasmga tushmasak. Tamommi? Bo'ldi mana, missiya bajarildi. Rahmat sizga katta. 5 ta bo'ldi, 5 ta bo'ldi, missiya bajarildi. Oh my god! Wow! Bolalar ko'rdilaring, video o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi video bo'ldi deb o'ylayman. Agar sizga bu video qiziq bo'lgan bo'lsa, boshlanishiga 500 likedan keyin sizlarga butun Alyans jamoasi bilan Chempionlar Ligasini PlayStation xonada uyushtirib yuboramiz. Qani bo'lmasa, ketdik.